ta'mirlaydi, tomini yopadi, pol patolog qiladi, ustiga 5 kilo quyosh paneli qo'yadi, ham elektr energiyasi qoplaydi, ham o'z ledagi ortgan qismini o'zini plastik qo'shib beramiz, plastikasiga tashib beradi. 3 million qarzsiz keltirib beradi. Bularni repetitorlarni bepul qilib beradi. 50 ta tovuq keltirib beradi. Yana nima kerak? Bitta notebook mendan senga sovg'a. Yaxshi o'qib, mana shu tumanimizga, respublikamizga xizmat qilayotgan zo'r aktyor bo'lasan. Butun dunyo taniydi. Demak, zaborni qilasiz. Uzun zabor, trotuari, eshigi, deraza, bu eshik almashtirasizlar. Uyni ichini ham oqlab, nima fon sepib taqlab beramiz. O'zi ishga qo'yadi, buni repetitorga qo'yadi, bog'chasi bepul, sizga do'kon qurib beradi, uyingizni ta'mirlab beradi. Men Muzaffar Vaziyoda Gulzor mahalla Gulzor ko'chasida yashayman. Bugun ertalab kutilmaganda tuman hokimi xonadonimizga kirib keldilar va oilamiz muammolarini o'rgandilar. Shu payt ukamni farzandlari bilan gaplashdilar. Ularni orzu havaslarini tingladilar. Muzaffarjonni mana masalalarini aytib berib, hokim buvimizni xursand qilib, notebook sovg'a qilaman dedilar. Bugun hamma muammolarimizni eshitib kutmagan edim. Hamma muammolarimizni hal qilib berdilar. Sport kiyimlar olib berdilar. Do'ppilar, ana jiyanimga notebook va'da qilganlar, notebook keltirib berdilar. Boqib bilasizlarmi tovuq deb bizga 40 ta tovuq ham berdilar. 3 million so'm mablag' ham berdilar. Kampuslaringizda ishlatasizlar deb. Bolalar e'tibordan chetda emasligini yana bir bor amin bo'ldim. Qo'llab-quvvatlaganlarini ko'rib quvondim. Ertalabki mana shu bergan va'dalarini shu kunning o'ziga hal qilib berganlari uchun rahmat deyman. Hayajondaman. Bunday bo'ladi deb o'ylamagandim. Oilamiz a'zolari nomidan katta rahmat deyman.